Keling sizdan ham ozgina intervyu olaylik. My friend. Mashina lenti o'tadi. Mashina lenti yurganda oldida yuramiz. Hop bizda brek obed payti. Shu lenta aylanib yuradi. Aylanib chiqqanda biza mana mashinadan, mashkaramda yetib kelganda bular mana kichkina. Bu kichkinaligida olinmaydi, qala o'tib ketiladi. Bu qayta o'tirganmiz. Hozir 2-3-chi marta, hozir 3-chi marta terilyapti. Shuna kelganda har bitta kelganda mana pishgan bo'ladi. Misol ochilgani hozir ochilgani chiqsa ko'rsatardim. Hozir bittasini topib mana shu Gulkaram keladi. Yurib kelayotganimizda mana shu zo'r bo'ladi. Dog'i yo'q. Olganda kesib olish kerak emas. Kesib olganda tashlab yuboramiz. Rabish deyiladi. Chiqindi, musor. Xullas, mana shu tepalarni barga olinadi, ko'rinib turgan bo'lish kerak. Dog'i bo'lish kerak emas. Rangi o'zgarib ketish kerak emas. Barxitliroq, gullagaroq bo'lib qolish kerak emas. Keskanda mana bir qator bargi bo'lish kerak, o'rab turib, o'z suv bilan aniq turish uchun, o'zini-o'zi ham chiroyliroq bo'lish uchunmi, shunaqa deyishdi bizga. Bir qator yoki ikki qator bo'lish kerak. Bir qator, ikki qator bo'lib kesiladi mana shu yerdan. Tez-tez temp deyapti. Shunaqa teriladi karam. Gulkaram ham shunaqa, faqat gulkaram kamida 400 gram vес bo'lish kerak, bosish kerak deyilyapti. Mana shunaqa bog' ketaveramiz mana shu. Mana shu traktor oldida yuramiz, traktor bizga qarab kelaveradi, bizni kesib mana shu lentaga qo'yib yuboriladi. Shu lentaga qo'yilgandan keyin ketaveriladi. Intervyu beringlar. Intervyu, пожалуйста. Bolalar uyalashyapti, intervyu berishga ma'ni olinglar davommi? Hech kim. Hali bunaqa joyi yo'q. Odamlarga foydasi bo'lsin degan niyatdamiz deb biz. Shu men endi o'zim qiziqib shunaqa video kimda qanaqa bo'lgan qidirganman, lekin Gulkaram Karam topmaganman. Hech Instagramda, Facebookda yoki YouTube'da. Endi odamlarga foydasi tegsa bilsanglar bilarsizlar, bilmagan o'zi biladi. Alloh rozi bo'lsin deb qo'ysanglar bo'ldi. Shu mana shu ichkarida palet anaqalik taxlayveradi yashillarga. Yashillarda shunaqa mana shunaqa joylari menga yoqdi. Mana shu o'rmonlar, ichkarida mux bo'yasi, tabiiy mux. Bog'li, tinchgina, tog'larda quyonlar ham ko'rdik. Zo'r, ajoyib. Mana gullarga qiziqqanlar bo'lsa, mana bu 2000-3000 dan olardi endi. Sal guli kattaroq bo'lardi. Endi bu yovvoyi holatda mana shunaqa tushur ekan, viola. Guli kapalak gul deyshadi. Chorsiga tushganlar Toshkentda bizni. Chorsida shu yashillar donasini 3000 dan 2000 dan olinardi. Zo'r gullab turgan endi. Endi tabiiy muhitda mana bu yerda ko'p ekan bunaqa narsa gullar. Juda qarab ketaveradi, toshlar ekan. Bu yerda shamol, yomg'ir ko'p ekan. Agar kimdir qiziqsa, men O'rizordan yuzga, shamolga, yomg'irga rosa urmasligiga zo'r himoya qilib beradigan shunday zo'r narsa olganman. Shunaqa hammasini joylaganman. Boshga kiyib oladigan, qo'l bilan ushlamaydigan, ikkita qo'l bo'sh turadigan zontiklar. Rosa qulay. U bir marta etgan edi, mana bu etikdan zax o'tmaydi. Boylab turgan joylari bor. Juda yaxshi, foydali. Shunaqa. Keling, intervyu bering. Abi odamlar kutadi ma'lumot sizlardan. Kelib bermaganlar, kela olmaganlar qancha? Odam gapirmaydi bunday xalqiga. Shunaqa. Endi xijolat bo'lishadi, uyalishadi. Shu maslahatlar Telegram gruppi kommentariyada, opisaniyada qoldirishga harakat qilaman. Katta harflar bilan lotinchada Yevropaga qator tashab qadam deb yozsanglar chiqadi Telegram. Shu mana shunaqa biroz o'tib ketaman, endi odamlar xijolat bo'lib uyalib qilmasin. Shunaqa sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Harakat qildik, 5 minutdan 6 minutga yaqinlashib qoldi. Yoqqan bo'lsa like, tanishlarga, qiziqqanlarga jo'natib qo'yasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.